Sirk binosi nega bunaqa qurilgan? 1914-yilda Toshkent shahrida sirk binosi quriladi va 1966-yilda bo'lgan katta zilziladan keyin u bino qulab tushadi. 1976-yilda mana shu ko'rib turgan sirk binoyilar qurib bitkazilib foydalanishga topshiriladi. Hozir men eng qiziq va hech kim bilmagan faktlarni aytib o'taman. Undan oldin menga obuna bo'ling va like bosib esdan chiqmasin. Bu binoni qurgan bosh arxitektorlar Genrix Aleksandrovich va Gennadiy Mosyagin bu binoni shunaqangi o'ylashadiki, bu bino ham sirk funksiyasi uchun va sovet modernizmi hamda o'zbek milliychiligiga to'g'ri kelish kerak edi va sirk funksiyasidan foydalanib turib bu binoda sirklar bo'ladi va amfiteatr bo'ladi va u yerda spektaklni kuzatuvchini 360 gradusda ko'rish kerak bo'ladi. Va shuning uchun ham bu formani tanlashadi. Va keyingisi bo'lsa sovet modernizmi. Sovet modernizmiga mana shunaqangi qo'pol va bo'rtib turadigan formalarni tanlashadi va o'zbek milliychiligiga, o'zbek milliychiligida ya'ni bilasizlar, milliy o'zimizning idiy tovuqlarimiz bor, ya'ni u piyola. Bu binoni formasini xuddi piyolaga o'xshatadi. Chunki piyolani ta'rifi mehmondo'st va ochiqlik. Bu sirkka keladigan ko'p davlatlardagi, ya'ni Yevropa, Afrika davlatlaridan sirklar keladi. Bu shuning uchun ham shunaqangi formani tanlangan. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni olish uchun menga obuna bo'ling va o'zingizni qiziqtirgan savollarga kommentariyada yozib keting.